Assalomu alaykum do'stlar. Bizdagi 26-savol tahlili. Bemor joniga qasd qilish maqsadida antifriz ichgan va shoshilinch yordam bo'limiga olib kelingan. Bikarbonatdan tashqari quyidagilardan qaysi biri qondagi pH qiymatini hayotga mos keladigan diapazonda saqlashga yordam beradigan kislotalarning asosiy buferi hisoblanadi deyilyapti. Endi antifriz zaharlanish va qon pH buferiga qanday ta'sir qiladi deydigan bo'lsak, bunda pHni pasaytiradigan buferlar, bikarbonat buferlar, endi yana qizilqon hujayralariga eritrotsitlarning asosiy kislota buferi hisoblanadi. Endi kislotalar hosil bo'lishiga to'xtaladigan bo'lsak, kislotalar bo'lishi, misol uchun toxin parchalanishi natijasida metabolik atsidoz holati kelib chiqishi mumkin. Va asosiy kislota buferi bu gemoglobin sistemasi hisoblanadi. Bunda gemoglobin eng kuchli hujayra ichki oqsil buferi, ya'ni oqsil bufer tizimi bo'lib turib, eritrotsitlardagi metabolik atsidozga, ya'ni vodorod ionlarini qabul qilishga ta'sir qiladi. Umuman bu savolga umumiy javob qiladigan bo'lsak, gemoglobin sistemasi, ya'ni eritrotsitlar ichidagi, ya'ni oqsil bufer sistemasi, bu qondagi ya'ni bikarbonatlardan tashqari qondagi metabolik atsidozni buferlashda kislotali bufer hisoblanadi. Bu eritrotsitlarning mitoxondriyasining yo'qligi va gemoglobinning yuqori konsentratsiyasi bilan bog'liqligini anglatadi.